Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Dils 25 o'yinini o'ynaymiz. Qanday ketdik? Unda yangilangan Dils 25 diskoning darajasini ham 80 darajasiga ko'tarishibdi. U ham BTS tarkibida yaxshi o'yinlar ko'rsatyapti. Qanday ketdik? Va yaxshi vaziyat. Pas o'xshamadi do'stlar. Zarar yo'q. Do'stlar, obuna bo'lib qo'ying. 50 ta obunachiga ozgina qoldi. Qanday gol? Hujum. Qo'ydi. Ulanetiga pas va gol! Valente. U ham yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Dils 25'te uning ham darajasi 81 qildilar. U ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. İkinci golü ham bugün de tezkar gol. Rodrigo'dan tezkar gol. 2-0. Hisob 2-0 bo'lmoqda. Yana ketdik. Yaxshi to'p olib qo'ydik. Yana. Akrevi fol buzdu. Qaydan buzdu değil. To'pni olib qo'ymoqchi edi va raqibda yaxshi imkoniyat. To'pni olib qo'ydi va zarari yo'q. Do'stlar, kayfiyatni tushirmaymiz. Biz 2-1 yutyapmiz. Zarari yo'q. Xudo xolasa yana uramiz. Do'stlar, sizlarga like va obuna bosib qo'yinglar. 50 taga oz qoldi. Iltimos obuna bosinglar. Yana video chiqaramiz. Obuna 50 taga esa yana bitta video chiqaramiz. Biz Dils 25 dan tashqari yana boshqa o'yinlardan ham chiqaramiz. Masalan, Minecraft boshqa o'yinlardan ham chiqarishimiz mumkin. Shuning uchun 50 taga oz qoldi. 50 taga olib boraylik. Minecraftda video chiqaramiz. Ketdik. Sayda qolib ketgan ekan.